to'y qilmagan 50 qizning uchuri bor. Siz 51-si. Shunaqa. 29 koy to'ylash orqali ham shular bilan tanishish, kelishib qolsak to'y qilish fursati bor degan gap ham yana hozir. Undan olsa ortiq qillar. Bak bilan yerda men deb qoldim, loyiq tanishtirish o'rni. Endi hozir o'g'illar yurak qanmadimi, nima bo'ldimi, qizlarga aktiv bilan berib, talab qo'yib, yaqinlanmaydigan bo'lib qolibdi hozircha. Siz mana o'ylamsangiz? Men mana o'ylayman. Bunda qiyjil bo'ldi ekan, bizdan tanishishdan. Shu to'y qilmagan boytaq o'g'il olib qolsang 50 o'g'il inkasdan rasman yo'llanglar. Men loyiq tanishtirish o'rinda to'y qilmagan bir to'y qilib qolsam bo'ldi, yaxshi yigitlar bo'lsa, to'y qilib baxtli turmush kechirsan bo'ldi deb saqlayotgan 50 qizning uchrab ekan. Men Loban 51-ga. Mush inkas rayonga bir rasmanli bir yo'llanglar shu shirkatdagi to'y qilish o'tirayotgan, loyiq topolmayotgan mush qizlar rasmanli bir ko'rib baqsin, foydalanib qolsin. Ankim qanday mulozimatlar bor, bir tushuntirib qo'ysangiz, ekran oldidagi mash boytaq yigitlar, boytaq qizlar shirkatingizning mulozimatlardan bir foydalanib qolgan bo'lsa. Hozir faoliyat qildik. 6-oyning 1-sida boshlab pulsini o'zgartirdik. Bunisiga biz bir uchurlarni ko'p ketib bordi hozir. Do'yin shimxoda chiqyapmiz. Asosli mana shu do'yin shimxoda xaridorning uchurini chiqarsak cheklab qo'ygan. Shunga shu Weixinning chambarakni yuziga chiqaryapmiz. Weixin numarasini tapasak bo'ldi oxirida. Hozircha tafsilotini deb beray. Sinxa kucha shaya 3 oy ichida erlerimiz tizim tutqazsanlar 6 oylığı 99 koy tizimlaş yapı hem 3 oyluğunu çıkartırmız. 6 ay jarayanda her bir kız vallahi görüş yapı 29 koy 9 moçen. Bu uçurum çıkaran vakitte hem de netçeş kırdı. İzlik kança, eğirlik kança. Aylık kırmı necip bol, toyluk necipler çıktı, necip alısı var. Kız tarafı olan yaş, necip kıça talep. Andır kız tarafının necip alısı olsun kubul buldu. Mesela kız olsun kubul buldu, ya oğul olsun kubul buldu. Necipler balını kubul buldu. Bazıları yaş çok, bazıları yaş küçükte ihtiyaç yok. Açtık. Andır toylukka degandek necipler çıktığından da ben külüştürüp başladık koyumuz. Andan baş şaraitini kögendikin oğullar pünöjende görüp tallap şu kız baldan ama kız baldan Tunus'tan buldu dese şu kız baldan tutulma ve işini yaparız. Kız tarafı bu oğul tarafı uçurunu yaparız. Kız tarafı mağdur degende şekilde çıraylık paranışıp nakmaydan görüşüp tamak yiyip köngün yakkandikin anı toy kıp qas buldu. Onda olub qalsa janlımı aldыңlar ha. Muşu yaxşıрақ bir oğul olsa toy qıp qalsam buldu deb жүрüyotgan boyta qızlar. Sizlar rasman yollab qo'yinglar. Yaxşıрақ qızlar olsa bir toy qıp qalsam buldu oğullar. Sizlar rasman yollab qo'yinglar. Ma film chiqargandan keyin mushu shirkatdagi 50 tane to'y qilmagan qizlar cho'qim mashinani yo'lab rasmanni ko'rdi shuna emasmi? Yarab qolsa balkim mushu fursatda to'y qilib baxtli oilani qurib ketishinglar mumkin. To'y qilolmayotgan, qiz bola gap qilolmayotgan o'g'il olib qolsanglar ham siz bu shirkatga kirishni unutmanglar. Hozir yoshlarning orasida bir o'rtaqlik bor ekan. Ko'pincha kishilar Vanjandin yoki boshqa applardan o'ziga mos keladigan loyihalarni topgan bilan ma'lum başka rayonlardan bakayım hem de çünlerge toplab kutup koyup lekin Türk kızlar yoki Türk oğullar deb tunuşkan bilen hem de şarait maskenmey yoki toyluk yoki aylık kirmey yoki toyluş ehvali ya balisi degandek her xil talablar bir-biriga maskenmey yanada toy qilolmaydigan ehtimollik bek yuqurgan onun ustiga yaşaysan toy qilmagan bolalarning orasida o'zining atrofida toy qilmagan qiz olsun o'g'il olsun bir biladigan lekin bir qatim toy ajrashgandan keyin atrofidagi toy qilmaganligini aniq bilmaydi. Mesela biz toylarga chiqib qalsaqmi, planlar bir ko'nglim yig'ib qoldi bir tan so'ynay yoki so'ynay deb qolsa ya uningki ya xudnuvamdi, o qizlarning ya bir irvamdi, mabdumdi deb tan toylarda muammolar bir-birini tatmaydigan ishlar ko'pib ketdi. Hatto yo'lda uchrab qolib birasi bilan ko'ngli yig'ib qolsa ya uning mabdumdi, yoki to'ylishga qadim bormdi ya irvamdi degandek ashtaq tunish Prost intayin azıp kalken köpünç toy azışıp ketkenler, andın toy eşik ketkenler, açtak tunuşamayetken şuna özünün etrafdaki 10 adamның içinden birini tanlıgıca bizning şirketga tizim deb 100 adamның içinden 5ni tanlab yoki 10ni tanlab hamisilar do'sib o'tishib buldu. Do'sib o'tib shuning ichidan birisini tanlash buldu. O'zaro aldashib bo'lmaydi. Andın toy qitinglar baturib bizning qonunliq shirkatga uchuringni berib qilsanglar qonun qilib aniq deydigimiz shu. Xotin balangla turib, anikin baş erini turib, men qizimlik deb bir qiz bilan turmush qilay deb qamqal qilmanglar sajmo. Siz to'y qilib qo'ygan ekan, men to'y qilmagan, vallahi to'y qilmagan qiz bola, men yaxshi ishdan foydalanib qolsin. Demasam to'g'ri dedingiz. Hozir to'yga olsak bir-birisidan tanso'nigash yo'q ekan. Mesela pichansi xotini va erva deb yezib qo'ymagan ekan, o'g'illarmi, ervami qiz bolang deb tatmaydi ekan. Qiz bolami ham de, qiz bolaga amaliyot o'g'il olib bilan gapirmaydi-ku. Mushundaq sabablar tufaylidan ham hozir men qizlar o'g'ilning tunishishiga mana bu ish tez to'xtab chiqibdi. Endi bu işin ma'lumdu. Bugundan boshlab mush to'y qilsam bo'ldi degan qiz bolalar, to'y qilsam bo'ldi degan o'g'illar, mush shirkatga uchuringizni tizimlab qo'ysanglar, nurg'un yaxshi o'g'illarningki, nurg'un yaxshi qizlarning uchurini mush shirkatda bor ekan.
Hem de baş Xotnastan bul diye, Ayteksan bul degan do'stlarimiz mu? Bu şirkatga bir uchur urib qo'ysam, to'y qilib qolsam deganlarmi? Kelib tizimlab qo'ysanglar bo'ladi. Shunqanaymiz yangilik bir ish yo'qdi. Foydalanib qolinglar. To'y qilgan qizlar olib qolsanglar, to'y qilsam bul deydigan qizlar inkaslarni saqlaymiz, rasmlarni yo'llab qo'yinglar. O'g'illar sizlarni yo'llab qo'yinglar. Shirkatdagi 50 to'y qilmagan, to'y qilsal turgan qizlar bor ekan, rasmlarni ko'rib baqsin. Andan keyin bu shirkatga Shinxa, Shaya, Kuchaning qizlari, o'g'illarini tizimlamasdan siret bütün Şinjan'dan tizimlasanglar bu ki, Şinjan belek naişelek dostlarımız mı? Tizimlasanglar, hazır bu şirketimi Kucha, Shaya, Aksu Tevestiki qizlarniki, o'g'illarni uçurup aka, belek naişeledeki dostlarımız mı tizimlab qo'ysanglar bo'ldi ekan. Shinxadillam qildigan ish emas, bütün Şinjan'daki qizlarni uçurup ekan, bütün Şinjan'daki o'g'illarni uçurup ekan. Shu bütün Şinjan'daki do'stlar, mana tizimlab qo'ysam bo'lar ekan. Mush fursatda to'y qilib qolsam deganlar, mushu xonimni izlashni unutib qolmanglar. Undar nomerini ekranga chiqarib qo'ydim, gachib ketib olsanglar bo'ladi. Maqlam sizlarni saqlaymiz kelishni unutib qolmanglar. Bu yana adresi 90'imizdeki Merhaba Oturak rayonunki 2. darvozasi, yani Nishan Attirgul Sod maydon tarafdagi 2. darvozaninki 3 taraf to'g'ri keldi. To'qsu Naya to'y qilish, loyiq tunishtirish shirkati, shu 2. darvozani qashqib, 2. qavat chiqsanglar ko'rasizlar. Hamsa ma'qulum ko'plab taqdivatimiz. Shinxonayimizda mana shundoq yaxshining birsining balig'ini Shinxonga to'y qilmagan qizlar, to'y qilmagan o'g'illar bilib qolsin. Mush fursatda baxtli oilasini, umrlik juftini bir tepib olsin. Qanaqadan? Ma'qulab sizlarga saqlaymiz. Hep hoş.